onam qarib qolibdi-da, arazchi bo'lib qolibdi-da deb o'ylashadi. Aslida farzandingizni yaxshi kunini ko'rish uchun o'zingizdan kechgan paytlaringizni bular hali bilmaydi. Bolajonlar, onalar ham abadiy emas. Shunday qiladiki, g'aflatda qolib birdaniga ketib qoladiki, keyin afsusingni o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Ular nimaga arazchi, nimaga asabiy? Yillar u asablarni yeb bo'lgan. Tuhmatlar hayotda hammada bo'ladi. Istiroblar, ishlagan jarayoningizdagi zapretlar, tahdidlar, tanqidlar, yo'qchiliklar yillar davomida yuragingizda o'sha yaxshilik tomirini uzib keladiki, bu sizga bog'liq bo'lmagan holat. O'zingiz bilmagan holatda yosh kelin ham, o'g'lingiz ham, kuyovingiz ham, qizingiz ham yosh. Ular hali u narsani ko'rmagan, ko'rmasin ilohim, ko'rmasin.